Hozirgi kunda O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqi 5 million so'mni tashkil qiladi. Va siz videoni mavzusidan bilib turibsizki, mobilografiya orqali siz bu daromaddan ko'ra 5 va 10 barobar ko'proq daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoda qanday qilib mobilografiya orqali 2000 dollardan 3000 dollargacha daromadga chiqish qadamma-qadam yo'lini bilib olasiz va sizni tabriklayman, chunki bu video aynan noldan boshlab turib mobilografiyani qanday qilib qisqa muddatda tez o'rganmoqchi bo'lganlar va yuqori daromadga chiqmoqchi bo'lganlar uchun yoki sizni mobilografiya bo'yicha bilimingiz va tushunchangiz bor, qanday qilib daromadingizni yana ham 5 barobar 10 barobarga oshirish yo'lini bilmayotgan bo'lsangiz, ushbu videoda men sizga o'rgataman. Men har doim aytaman, mobilografiya o'rganish uchun eng oson kasblardan biri hisoblanadi va daromad qilish uchun ham tabiiyki eng oson kasb, chunki qisqa muddatda, ya'ni 1 oy, 2 oy ichida siz yaxshi o'rganib olib, yaxshi daromadga chiqsangiz bo'ladi. Lekin muammo nimada? Nimaga ko'pchilik haligacha mobilografiyani birgina telefoni orqali mobilografiyani haligacha yaxshi va professional o'rgana olmayapti? Bu videoda siz shu javobni topasiz. Mobilografiyani o'rganganingizdan keyin ikkinchi asosiy muammoimiz kelib chiqadi. Ko'pchilik mijozlar bilan to'g'ri kelishuvga erishishni bilmaydi. Ya'ni o'zini va o'zini xizmatini to'g'ri sota olishni bilmaydi. Bu ikkinchi o'rganganimizdan keyin kelib chiqadigan muammo. Shu ikkita muammoga yechimni siz bilib olsangiz, ana o'shandan keyin siz ham mobilografiyani yaxshi o'rgana olasiz va mijozlarga siz o'zingizni xizmatingizni qimmatroq sota olishni bilasiz. Kelinglar, bu muammoga ichiga kirib yechimlarini ko'rishdan oldin men sizga o'zimni qisqacha tanishtiraman. Men Doniyor Abdug'aniyev 9 yildan oshiq tajribaga ega professional videografman va hozirgacha 70 dan ortiq yirik xorijiy va milliy loyihalarda ishlab kelganman. Loyihalarimiz orasida mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Beeline, UCell, Cambridge o'quv markazi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Uztelecom, IT Park, Huawei, O'zbekiston kinematografiya agentligi, Quvnoqlar va zukkolar, Farobiy IT akademiyasi va bu yoqda kiyim magazin brendlari Just, Scarlett, Be Universe va ko'plab loyihalarni mana ko'rishingiz mumkin, yirik loyihalarimiz. Va bundan tashqari hozirgi kunda 500 dan ortiq kichik loyihalar bilan ishlab kelganman. Hozirgi kunda yoshim 29 da va 2016-yilda bu sohaga kirib kelganman. O'sha paytda qo'limda Samsung Galaxy A16 telefoni bo'lardi va o'sha telefonda men telefonda syomka qilish va montaj qilishni o'rganganman va shu orqali bu sohaga kirib kelganman. Va o'sha paytda o'rganishni davom etganman. O'zim uchun kichkina studiya tashkil qilganman. U payt kompyuterda va orqamga fonlarni yasab olib va jamoamiz bilan, ya'ni Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'qiganman. 2-kurs talabalik paytimizda Be Creative Media jamoamiz bilan internet uchun, ya'ni YouTube va Mover sayti uchun 500 dan ortiq onlayn ko'rsatuvlarni tayyorlab chiqarganmiz va ijodim shundan boshlangan. Va undan so'ng 3 yil davomida Yoshlar ishlari agentligida bosh media mutaxassisi bo'lib ishlaganman va u yerda turli xil katta loyihalar bilan ishlaganman. Va undan so'ng to'plagan tajribalarimni, o'rgangan bilimlarimni qiziquvchilarga o'rgatishga qaror qildim va eng zo'r joydan ofis olishga erishdim va o'zim yoqtirgan mashinani xarid qildim va natijada bu soha orqali erkin grafikda ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Oxirgi 3 yil ichida 30 mingdan ortiq insonlarga onlayn tarzda o'zimning tajribalarimni ulashdim va 700 dan ortiq shogirdlarimni yetishtirib chiqardim. Mana qisqacha o'zim haqimda ma'lumotga ega bo'ldingiz va bu videolarimdan maqsad sizga qisqa muddatda o'zimni tajribalarimni bo'lishish va yetkazish. Ana endi keling, mobilografiyada yuqori daromad qilish haqida gaplashamiz. Mijozlarimiz hozirgi kunda mobilograflarga 8 milliondan 10 million so'mgacha to'lashga tayyor. Buni siz mana ish beruvchi, mana Toshkentdagi, O'zbekistondagi ish beruvchi saytlardan mana ko'ryapsiz. Bu bitta loyiha uchun mobilograf baravariga bo'sh vaqtiga 5 ta loyihagacha bemalol ishlay oladi. Bu degani siz 8 milliondan bitta loyihani olayotgan bo'lsangiz 5 baravariga ko'paytirishingiz mumkin daromadni, 10 milliondan bitta loyihaga ishlayotgan bo'lsangiz 5 baravariga ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi daromadingizni. Yaxshi mobilograflarga talab nimaga hozirgi kunda borgan sari ortib bormoqda? Keling sizga tushuntirib beraman. Hozirgi kunda hamma kichik biznes bo'ladimi, katta biznes bo'ladimi, Instagramda o'zini sahifasini rivojlantirishni boshlashyapti. Ko'pchilik biznes turlari Instagramga o'tishgan, chunki asosiy mijozlarni Instagram orqali ular o'ziga qabul
qilishadi va qancha biznesga mijoz ko'p bo'lsa, shuncha biznesimiz foyda ko'radi. Oldinlari esingizda bo'lsa, Facebook ijtimoiy tarmog'i mashhur bo'lardi, undan keyin Instagram chiqdi va odamlar rasm tomosha qilishardi. Hozirgi kunda bo'lsa, barcha insonlar videolar orqali ma'lumot olyapti va videolar orqali barcha biznes turlari o'zini reklama qilishmoqda va buni mobilograf amalga oshirib beradi. Mobilografiya kasbi nimaga trendga chiqdi? Chunki telefonlarimiz kamerasi rivojlanib, sifatli olishni boshlagandan keyin mobilografiya kasbimiz paydo bo'ldi va unga talab ortib bordi. Ana endi keling, birinchi muammomizni ko'rib chiqamiz. Mobilograf asosan qanday bilimlarni bilish kerak hozirgi kunda? 3 ta asosiy bilimni bilib olish kerak. Birinchisi to'g'ri montaj qilishni, to'g'ri va chiroyli montaj qilish. Ikkinchisi bo'lsa, to'g'ri va sifatli tasvirga olish qoidalarini bilib olish kerak bo'ladi. Va uchinchi o'rinda o'zini xizmatini qimmatroqqa sota olish qobiliyatiga va bilimlariga ega bo'lish kerak. Bularni hammasi biz o'rganib olishimiz kerak bo'lgan bilimlar va eng qizig'i, bu bilimlarni siz qisqa muddatda o'rganish imkoniyatiga va daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Chunki mana yana bir marta ko'rsataman, bu bilimlarni egallab hozirgi kunda yuqori daromad qilayotgan shogirdlarim ko'p. Buni siz mana ekranda o'quvchilar va shogirdlar natijalarini siz ko'rsangiz bo'ladi. Statistika bo'yicha hozirgi kunda 99% dan oshiq insonlar qo'lidagi telefonidan noto'g'ri foydalanar ekan va 0,1% gina insonlar telefondan to'g'ri foydalanib bu orqali daromad qilishni bilar ekan. Telefonimiz bizda shunchaki telefon bo'lib qolib ketishi kerak emas. Hozirgi kunda telefon orqali biz yuqori daromad qilish imkoniyatiga egamiz. Ana endi keling, nimaga montaj qilish dedim. Mobilografiyani har doim biz o'rganayotganda montaj qilishdan boshlashimiz kerak. Nimaga birinchi bo'lib syomka qilmaysiz, montaj qilasiz? Syomka qilishda sizga bo'lgan bosim yuqori bo'ladi, davleniya yuqori bo'ladi va bir o'zingiz amalga oshirishingiz buni qiyin bo'ladi. Oldingizda biladigan inson bo'lish kerak yoki do'stlaringiz, o'rtoqlaringiz bo'lish kerak. Montaj qilishda bo'lsa bosimimiz kam bo'ladi. Birinchi bo'lib biz asosan montaj bo'yicha CapCut dasturini va Captions dasturini mukammal, yaxshi o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Mobilografdan qilinadigan asosiy talab. Nimaga CapCut dasturi? Chunki CapCut dasturini o'zida siz videolarga bor ideyalaringizni berib montaj qila olasiz. Chunki bu dastur qolgan programmalarga ko'ra rivojlanishda davom etmoqda va universal hisoblanadi. Captions dasturimiz orqali biz videolarimizga tekstlar, subtitrlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki hozirgi kunda videolarga tekst yozsangiz, tomoshabin videoni oxirigacha ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi va prosmotrlaringiz ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bu zamon talabi. Nimaga ko'pchilik hozirgi kunda yaxshi montaj qilishni o'rganisha olmaydi? Chunki mijozga daromad keltiradigan videoni tayyorlash bu boshqa narsa. O'zingiz qiziqishingiz uchun har xil effektlardan foydalanib, o'zingizga yoqadigan video tayyorlash bu boshqa yo'nalishga kiradi. Ko'pchilik hozir har xil effektlarga o'zini e'tiborini beradi, o'zi xohlagancha videolarni montaj qiladi, lekin mijoz so'ragan bilimlarni o'rganmaydi. Hozirgi kunda mijozlarimiz yaxshi montaj bilan yomon montajni ajrata oladigan holatga kelishdi va biz mijozga yoqadigan va o'zimizning ishimizga kerak bo'ladigan montaj qoidalarini tez, yaxshi va sifatli o'rganib olishimiz kerak va undan so'ng biz o'rganadigan bilimimiz mijozga yoqadigan videolarni tasvirga olishni bilishimiz kerak. Mobilografiyada asosan 3 ta yo'nalish bor va buni bizdan mijozlarimiz doimiy ravishda talab qilishadi. Birinchi yo'nalishimiz ekspertning videolarini to'g'ri tasvirga olishni o'rganishimiz kerak va to'g'ri, chiroyli montaj qilishni bilib olishimiz kerak. Ikkinchi yo'nalishimiz bo'ladi bizda klassik uslubdagi, ya'ni estetichniy atmosferniy videolarni chiroyli qilib tasvirga olishimiz kerak va chiroyli montaj qilishni o'rganib olishimiz kerak. Uchinchi yo'nalishimiz bo'ladi speedramp usulida videolarni to'g'ri tasvirga olishni bilishimiz kerak va sifatli, xatolarsiz montaj qilishni bilib olishimiz kerak. Bu asosiy mobilograf bilish kerak bo'lgan 3 ta asosiy yo'nalish hisoblanadi. Mana buni ham bilib oldingiz. Va bu asosiy bilimlarni siz 1,5 oy ichida to'g'ri metodika asosida va nazorat ostida o'rganib olsangiz bo'ladi. Ana endi keling 3-chi asosiy muammoni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mobilograf o'zini xizmatlarini qanday qilib mijozlarga taklif qiladi va qanday usullar orqali o'zini xizmatini sota oladi. Siz mobilografiyani yaxshi o'rganib olganingizdan keyin mijoz bilan suhbatga borasiz va tabiiyki mijoz sizdan
o'zingizni takliflaringizni so'rashni boshlaydi va siz 3 xil tarifda siz o'zingizni xizmatlaringizni taklif qilishingiz kerak. 3 xil tarif degani siz o'zingizni xizmatlaringiz uchun, paketlaringiz uchun 3 xil narx qo'yasiz. Nimaga bitta paket tayyorlamaymiz, ya'ni bitta tarif tayyorlamaymiz? Chunki bitta narxni mijozga taklif qilsak, u olamanmi yoki olmaymanmi deb o'ylab qoladi. 3 xil tarifda har xil arzon, o'rtacha va qimmat tariflarimizni taklif qilsak, mijozimiz qaysi tarifni olsam ekan, shu 3 tasidan qaysi birini tanlasam ekan deb o'ylashni boshlaydi. Mana sizga tayyor shablon tayyorlab qo'yganman. Birinchi tarifimiz standart tarifi bo'ladi. Bunda siz mijozga 12 ta video tayyorlab berishingizni aytasiz. 12 ta sifatli video. Agar kontent uchun g'oyalar, ideyalar sizdan so'rasa, buni ham siz berasiz va buni narxi $300 qilib belgilangan. Ikkinchi tarifingiz bo'ladi. Bu sizni premium tarifingiz hisoblanadi. Nomi premium. Va bunda siz 15 tadan 16 tagacha video tayyorlab berasiz va buni narxi bo'ladi sizda $500. Va uchinchi tarifingiz bo'ladi 20 ta tarifimiz, VIP tarifimiz hisoblanadi. Bunda mijozga 1 oy davomida 20 ta video chiqarib beramiz tayyorlab. Agar kontentimiz uchun ideyalar, g'oyalar so'rasa, ideyalarni ham siz bera olishingiz kerak bo'ladi va buni narxi $800 qilib belgilaysiz va undan so'ng mijozimiz qaysi tarifni tanlash haqida o'ylaydi va sizdan ustunligini, kamchiligini so'rashni boshlaydi va mijoz bilan suhbatdan kelib chiqib, siz mijozga o'zingizni bitta tarifingizda taklif qilasiz va shu orqali mijoz bilan kelishuvga erishsangiz bo'ladi. Bu 3 ta narxlarimiz qayerdan kelib chiqdi? Hozirgi kunda mijoz sizga to'lay oladigan o'rtacha narxlar hisoblanadi. Va keling endi hisoblaymiz. Bu bitta loyihadan oladigan pulingiz hisoblanadi. Siz bo'sh vaqtingizda bir oyda 5 tagacha loyiha bilan ishlay olasiz va shu summalarni mana keling 4 ga ko'paytiramiz. $300 dan har bitta loyihani olasiz, 4 ga ko'paytirsak, ya'ni 1 oylik sizni oylik daromadingiz $1200 ni tashkil qiladi. Ya'ni siz 4 ta mijoz bilan ishlayapsiz. $500 dan har bitta mijoz bilan ishlasangiz, 4 ga ko'paytirsak, oylik daromadingiz $2000 ni tashkil qiladi va hamma ishni o'zingiz bajara olasiz. $800 ya'ni VIP tarifi orqali 4 ta mijozingizga xizmat ko'rsatsangiz, oylik daromadingiz $3200 ni tashkil qiladi. Agar 5 ta loyiha bilan ishlasangiz, bu summa yana ham ko'payadi va $4000 ga chiqadi. Ish beruvchilarni qayerdan topamiz degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Ish beruvchilarni Instagram orqali topishni tavsiya qilaman va oson topish usullari mana hh.uz saytiga kirasiz va mobilograf deb poisk berasiz. Undan keyin Telegram kanallar orqali topishingiz mumkin. Masalan, misol uchun rizqim.uz, kasbim.uz kabi Telegram kanallari bor va olex.uz sayti orqali ham mobilograf deb qidiruv ostida poisk berasiz va ish beruvchilarni tayyor mana bo'sh ish o'rinlarini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin va mana qancha narx to'lashga tayyorligini ko'rib chiqasiz mijozlarimizni va bu ssilkalarni, havolalarni o'zimni Telegram kanalimga ham joylab qo'yaman. Telegram kanalimni ssilkasi videoni pastida joylab qo'yganman. Albatta o'tib olib, buni siz tayyor ssilka orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda bozorda katta bizneslarga quyidagi narxlarda mijozlarimizga xizmat ko'rsatamiz. Mana sizlarga ham aytib o'taman. Standart tarifi $1200, premium tarifi $1500 bo'ladi va VIP tarifi bunda $2000 bo'ladi. VIP tarifida siz YouTube uchun ham videolar tayyorlab berasiz mijozlaringizga. Chunki hozirgi kunda YouTube ham aktuallashib bormoqda borgan sari. Va bizani asosiy maqsadimiz sizni shu natijaga, shu darajaga iloji boricha tezroq rivojlantirib olib chiqish. Va bu sohani asosiy rivojlanadigan va daromad ko'tariladigan tomoni, jamoangiz qanchalik katta bo'lsa, siz birdaniga 10 ta loyiha bilan ishlay olasiz va bu narxlarni 10 ga ko'paytirsangiz sizni topadigan daromadingiz kelib chiqadi. Va meni asosiy maqsadim o'rganuvchilarni tezroq shu natijaga, shu darajagacha ko'tarib borish. Ushbu videoyimni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, mobilografiyani mukammal o'rganishni bugundan boshlang. Chunki men har doim aytaman, eng yaxshi kasb bu sizni o'zingiz qiziqqan hobbingiz. Mobilografiya bu eng qiziqarli kasblardan biri hisoblanadi. Chunki bu kasbni o'rganish oson. Boshqa kasblarni oladigan bo'lsangiz, sizdan sabr talab qiladi.
va qiyinchilik talab qiladi. Siz fikrlashingiz kerak, ko'proq energiya sarflashingiz kerak va hamma ham o'rgana olmaydi. Mobilografiyani istalgan odam o'rgansa bo'ladi va qisqa muddatda o'rgansa bo'ladi. Hozirgi kunda eng qimmat resurs bu odamni diqqati, fokusi va e'tibori. Hozirgi kunda barcha odamlar e'tiborsiz bo'lib ketgan. Даже bitta videoni boshidan oxirigacha uzun videoni tomosha qila olmaymiz. Ya'ni hammamizning sabrimiz kam. Oldingi davrlarga nisbatan odamni hozir diqqat e'tibori pasaygan davrdamiz. Va bu davrda sizda shunaqangi kasb bo'lish kerak. Masalan, o'zingizmi yoki farzandingiz bo'ladimi? Albatta, qisqa muddatda o'rganadigan kasbni o'rgatishingiz kerak, qiziqarli kasbni o'rgatishingiz kerak va talab hozirgi kunda yuqori bo'lgan va kelajakda ham rivojlansa daromadi ortib boraveradigan kasbni o'rganish kerak bo'ladi. Va mobilografiyani yana bitta yoqadigan menga eng zo'r tomoni 9 dan 6 gacha ishlab o'tirmaysiz, o'zingiz ish vaqtingizni belgilaysiz. Dam oladigan paytingiz dam olasiz, qolgan paytda o'zingiz qiziqqan kasb bilan shug'ullanasiz va erkin grafikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kompyuterda, noutbukda deylik qiladigan ishlar bo'lsa, siz ofisda ishlab o'tirishingiz kerak bo'ladi. Telefoningizda bo'lsa, siz bemalol uyingizda ishlasangiz ham bo'ladi, o'zingizga yoqadigan kafe yoki restoranga borib ishlasangiz ham bo'ladi, yoki o'zingizga yoqadigan bog'larga, parklarga borib turib, istalgan joydan ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz va bu menimcha hammani orzusi hisoblanadi. Va shu sanab o'tilgan barcha bilimlarni o'zimni offline mobilografiya dasturimda o'quvchilarimga hozirgi kunda o'rgatib kelaman. Va hozirgi kunda bilasiz, men sizga aytaman, natijaga chiqish uchun, ya'ni o'rganib yuqori natijaga chiqish uchun 5 ta asosiy ishni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni 5 ta asosiy sababi bor, natijada siz ham bilib olasiz. Birinchisi, to'g'ri ustoz tanlash. Ikkinchisi, yillar davomida shakllangan to'g'ri metodika asosida qadamma-qadam o'rganishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri ustoz, sizga yoqadigan ustoz, sizga energiya berib, motivatsiya beradigan ustoz o'rgatish kerak. Bu juda ham muhim. Men juda ham ko'p vaqtimni ketkazganman. Zo'r bilimi bor ustozlar bo'ladi, lekin gapirishi past, energiya bera olmaydi. O'zi siqilib o'tirgan bo'ladi va bu menga ta'sir qilardi. Men aytardim, bilimi masalan o'rtacha bo'lsa ham menga motivatsiya beradigan ustoz o'rgatish kerak. Hozirgi kunda ham bilimi yuqori va sizga motivatsiya beradigan ustoz topish muammoli sanaladi va shunga e'tibor berish kerak. Va to'g'ri metodika asosida ko'p yuqori tajribasi bo'lish kerak. Sizga o'rgatayotgan insonni va to'g'ri metodika asosida oson o'rgatishi kerak. Oson, qiyinlashib ketish kerak emas. Va uchinchisi, eng asosiysi, doimiy ravishda siz nazorat ostida bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz uyga vazifalarni bajarishingiz kerak va to'g'ri bajardingizmi, noto'g'ri bajardingizmi vazifani aytib turadigan odam bo'lish kerak. Ko'pchilikning muammosi o'zi o'rganaveradi, mustaqil ravishda o'rganaveradi. Men ham 3 yil vaqtimni sarflaganman. Hamma bilimlarni o'rganib chiqqanman, lekin ichimdagi qo'rquvlar ketmagan. Chunki menga yuqoridan mendan bilimi ustun bo'lgan va baho berib turadigan, san to'g'ri qilding bu ishni, san noto'g'ri qilding deydigan inson bo'lmagan va undan keyin bu insonlarni topganman va ichimdagi qo'rquvlar ketishni boshlagan. To'rtinchisi, bitta maqsadda birlashgan insonlar orasida bo'lishingiz kerak. Masalan, tasavvur qiling, maktabda o'qiganmiz, atrofimizda hamma dars qilardi. Repetitorga borgan bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Repetitorda ham hamma, masalan, ingliz tilidan yoki matematikadan repetitor ustozga borasiz, hamma dars qiladi. Universitetga kirish uchun atrofingizda bunga qarasangiz ham tayyorlanyapti, bu ham uy ish qilyapti, siz uyga vazifa qilib kelmasangiz, o'rtog'ingiz, sheriklaringiz qilgan bo'lsa, siz ajralib qolasiz. Ya'ni vazifa bajarmasangiz, sizni obro'yingiz tushib ketadi, o'qituvchi sizni urishadi. Bir maqsadda birlashgan, ya'ni jamoa va o'quvchilar bo'lish kerak atrofingizda, ya'ni muhit ham shunaqa bo'lish kerak. Va 5-inchisi, hech qachon yolg'izlanib qolmasligingiz kerak. Mana shu 5 ta qadamlarni bajarsak, bizani natijaga chiqishimiz kafolatlangan hisoblanadi. Mana shu muammolarni barchasini hal qilish uchun ham o'zimni offline mobilografiya dasturimni tashkil qilganman va bu kurslar kim uchun? Noldan shu kasbni professional darajagacha o'rganmoqchi bo'lganlar uchun, mobilografiya bo'yicha bilimi bor, bilimini professional darajagacha oshirmoqchi bo'lganlar uchun, mijoz topa olmayotganlar uchun va mijozlar bilan qimmat narxlarga kelisha olmayotganlar uchun bu kursim aynan to'g'ri keladi. Va men sizni ishontirib ayta olaman, bu dasturim hayotingizni yangi darajaga olib chiqa oladi. Va eng qizig'i, siz 1,5 oy davomida
1,5 yillik tajribaga ega mobilograf bo'lib yetishib chiqarasiz. Chunki men metodikani shu asosida tuzganman. Sizga kerakli bo'lgan bilimlar professional darajada o'rgatilinadi. Keraksiz sohada ishlatilmaydigan bilimlarimiz ham ko'p. Bu bilimlar o'rgatiladi. Bu orqali siz vaqtingizni tejashga ega bo'lasiz va vaqtingizdan unumli foydalanasiz. Bu dasturimni bitirib chiqib daromad qilayotgan o'quvchilarimni yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Bular orasida maktab o'quvchilari ham bor, daromadga chiqqan talabalar ham bor, hali ishlamagan o'g'il bolalar ham bor, uy bekalari ham juda ham ko'p. Hali daromad qilib ko'rishmagan, bu sohani o'rganishgan, hozirgi kunda daromadlarini oshirib borib, etap-etap, qadamma-qadam yuqori daromadga mana erishgan biznes egalari ham bu yoqda mavjud va mobilografiyani o'rganib kelib, bilimlarini keyingi darajaga olib chiqqan o'quvchilarimiz ham ko'p. Agar siz shaxsan meni nazoratim ostida mobilografiyani 1,5 oy ichida professional o'rganib, 1,5 yillik tajribaga ega bo'lib, yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, men sizni o'zimni offline mobilografiya dasturimda kutib qolaman. Buning uchun videoni pastida mana opisaniyasida forma qoldirganman. Formani ustiga bosasiz, havolani ustiga, havolani formani to'ldirib chiqasiz va обязательно ismingizni va telefon raqamingizni qoldiring. Biz sizga bog'lanamiz va batafsil ma'lumotlarni yana sizga beramiz. Bundan tashqari ikkinchi havolani qoldirganmiz. To'g'ridan-to'g'ri adminimizga ham bog'lanib qo'ysangiz bo'ladi. Bog'lanishingiz bilan adminimiz sizga tez orada javob beradilar. Adminim o'zimni oldimda o'tiradi mana ofisimizda. Barcha rivojlanishni istaydigan, motivatsiyasi mana baland bo'lgan va natijaga chiqaman degan insonlarni kutib qolaman va kanalimizdan uzoqlashmay YouTube'da va Instagram'da sohaga oid foydali ma'lumotlarni sizga bo'lishib boraman va kommentariyada обязательно o'zingizni fikringizni va savollaringizni yozib keting. Hammani kommentariyasini birma-bir o'qib chiqamiz va savollariga javob beraman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Rivojlanishdan to'xtamang.